Mana dangasalar uchun 5 minutda tayyor bo'ladigan shifobaxsh, 100% tabiiy, ko'ngil aynishi va ishtaha ochuvchi kompotimiz tayyor. Qaynona oyijonim o'rgatgan 100% tabiiy, doimiy ravishda ko'ngli ayniydigan, ko'ngli behuzur bo'ladiganligi kompotni retseptini ko'rsatib o'taman. Hovlimizda o'sib turgan bir nechta yalpiz yaprog'idan terib olamiz, yuvib chayib oldik. Xalasa solamiz, aptekalarda sotadi. Men ziyonurlikini olaman chunki grammi 2 barobar ko'p bo'ladi. Miqdori ko'proq ichida. Gazlanmagan suv yoki qaynatib sovutilgan suv ham bo'ladi. Kompotimizni tayyorlashni boshlaymiz. Yalpiz yaproqlarini solib, ustidan xalasasimizni quyib olamiz. 200 ml xalasa solamiz. Aptekalardan oson topasizlar buni. Ana endi gazlanmagan suvimizni yoki qaynatib sovutilgan suv solamiz. Pastoyanno ko'ngli behuzur bo'ladigan, qorni dam bo'ladigan bemorlarimizga, gripp, shamollash boshdan kechirayotgan patsientlarga, ovqat yemaydigan, injuli qiladigan, ishtahasi yo'q bolajonlar uchun ham juda ham mazali, totli kompot bo'ladi. Hozir banka to'lgunga qadar suv solamiz. 40 minutga qo'yib qo'yamiz. Har 10 daqiqada aralashtirib turamiz. Kompotimiz tayyor. Bir piyoladan 3 mahal ichib turamiz. Og'zi hidlanadiganlarga ham juda ham samarali ta'sir ko'rsatadi. Oshqozonni ham yaxshi davolaydi.